Foton Amark S bu ko'rinishdagi versiyani tanlashning asosiy sababi bu izotermik kuzov yoki sendvich panel. Bu yerda maqsad yukni shunchaki yetkazish emas, bu yerda maqsad bitta, yukni sifatini o'zgartirmagan holda o'z manziliga yetkazish. Kuzov devorlari sendvich panel texnologiyasida bajarilgan. Tashqi mustahkam qatlam, ichkarida yuqori zichlikdagi issiqlik izolyatsiyasi va ichki tomon yuvishga qulay silliq qoplama. Natijada mahsulot qayerda yuklangan bo'lsa, manzilga xuddi o'sha holatda yetib boradi. Endi orqa eshiklarga e'tibor beramiz. Orqa eshiklar ikki qatlamli eshik bilan jihozlangan mustahkam qulflar va zich rezina qoplamasi. Bu bizga nima beradi? Ichki iqlimni bitta darajada ushlashga yordam beradi. Eshikni yopdingiz, ichkarida to'liq mikroiqlim saqlandi. Kuzovimizning ichki qismi logistika standartlariga mos qilib, barcha poddonlar, konteynerlar joylashish uchun mo'ljallab ishlab chiqarilgan. Yuklash tez, ortiqcha vaqt yo'q. Bu izotermik kuzov oziq-ovqat mahsulotlari, ichimliklar, sut mahsulotlari, go'sht, farmatsevtika va haroratga sezgir bo'lgan barcha yuklar uchun ideal yechimdir. Eng muhimi, bu shassi keyinchalik sovutgich refrigerator o'rnatishga ham tayyor. Bugun izoterma, ertaga to'liq sovutgichli mashina. Texnika biznesingiz bilan birgalikda rivojlanadi. Foton Amark S oddiy tajriba emas, bu logistika va yuk yetkazish bo'yicha daromad qiladiganlarning ish quroli. E'tiboringizda Foton Amark S bo'ldi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha